Xayr, Madinaga ketdik. Tren stensiyoniga bordik. Makkadagi hızlı tren istasyoniga inshaalloh. Berdo'mlar xayr. Madinaga ketamiz. Bu rel bizlarni 2 soatga inshaalloh Madinaga yetishtiradi. Madina nima Makka hızlı tren istasyoni. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. Xayr, Madinaga yetishdik endi. Otelimizga ketdik. Madinani ko'chalardan, saroylaridan, otobanlardan biraz görüntü. Xayr, Madina-i Munavvaraga yetishib keldik. Payg'ambar Efendimizni salomlamoq uchun salom darvozasidan inshaalloh kirib salomlarimizni taqdim etamiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sallim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sallim. Peygamber Efendimiz'de hadis-i şerifleri yine Ravzam ve minberim arası cennetten bir kısmet deyip aytganlar. Nereye yazılgan. Esselamu aleyküm. Allahümme salli ala seyyidina Selamun aleyküm ya Rabbi. Selamun aleyküm ya Umar. Allahümme salli ala seyyidina G'amoma masjidi aynı zamanda Bulut masjidi yani tercümesi. Peygamber Efendimiz bu yerga bazı bayram namozlarini va yağmur duosi uchun kelgan duolarni bu yerga qilar ekandilar va boshlarini ustiga bir bulut soya qilar ekan. O'sha uchun Bulut masjidi shakliga nima bo'lgan? Tabii ki masjidni o'zi soralardan inşa edilgan. Bu G'amoma masjidi yaqiniga 40 metr masofaga Abu Bakr masjidi bor. Bu yerga Abu Bakr radhiyallohu anhu amchinon xalifalik zamoniga yağmur duolarini qilgan. O'sha uchun sonradan bu yerga bir masjid inşa etilgan va Usmonli har ikki masjidga ham Usmonli imperatorligini ishoratlari memorisi, Usmonli memorisi mavjud. Hatto nishoni bor. O'sha kirishni ustidagi girdalay qism Usmonlini tuğrası yani nishoni oldigacha ko'ringan.
Cuma mo'minlarin bayrami. Bugün saat gerçi namoz jumaga 1 soat qolgan taqriban. İnsanlar favj Masjid-i Nabaviyga to'g'ri harakat holiga. Tam bir bayram holi, ya'ni vaqanki inson bundagi sahnalarni ko'p kam ko'radi boshqa mamlakatlarga. Xotin erkak hammasi Roblarining huzuriga bormoq uchun namoz jumani o'qimoq uchun ketib yotibdilar. Ravza-i Sharifning bog'chasi, hovlisi. Yashil qubba ko'rinadi qarshimizga, payg'ambar afandimizning qabrlari. O'sha yashil qubbaning tagiga. Bu tarafga butun xotinlarning safi mashalloh, hamma saf tutib o'ltirganlar, beklaydilar namozni. Bu taraflarga ham erkaklar. Mashalloh Masjid-i Nabaviy to'la. Cuma namozdan sonra insanlar favj tekrar masjiddan chiqyaptilar. Maşallah. Sal tog'i berga bir mag'ora bor. Mag'orani oti Sajda mag'orasi. Payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi vasallam Xandaq urushiga bu mag'oraga en uzun sajdalarini yapganlar. Muoz bin Jabal radhiyallohu anh kelib ko'rganlar, varxata bo'lganlar, beklablar xeyli uzun suribdi. Ondan sonra Payg'ambarimiz sajdadan turkilganiga sonra Muoz bin Jabal aytibdi: "Ya Rasululloh, men ko'p nima bo'ldi? Men aytdim, ruhingizni Allohga taslim etdingizmi, vafot etdingizmi deb varxata bo'ldim" dedilar. Sonra Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, Cebrail alayhissalom keldi menga aytdiki, Allohning senga salomi bor, Alloh seni ummating borasiga seni xush qiladi inshaalloh deb. O'sha uchun buning uchun en uzun sajdalarni shu mag'oraga qilganlar. Biz ham keldik, shu yerda ko'raylik. Baxayr mag'oraga duo qilaylik. Payg'ambarimiz bizlar uchun buncha fidokorliklarni qilganlar. Allah Peygamberimizden razı olsun. Bizlerden hem razı olsun inşallah. Peygamber Efendimiz de uzun saçlarga qolgan mahorani ko'rasizlar. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Xandaq urushini, g'azvasini bo'lgan joyga biz orqamizga sal tog'i, bu yerga 7 masjidlar deb otlantirilgan. Bu yerga islomda en katta kishilarining xaymalarini qurgan, urush zamoniga xaymalarini qurgan joylariga masjidlar yopilganlar. Agar yanlış hatırlamasam qarshimizdagi Hazreti Ali radhiyallohu anh'ning qaymasini qurdi yer. Uhud urushidan sonra, ya'ni hijratning 3-yilidan sonraki Uhud urushidan sonra Xandaq urushi bo'lgan. Bilasizlarki, Salmon Farsi radhiyallohu anh'ni fikri bilan payg'ambarimiz Xandaq qozganlar berga. Xandaq qozganda taqriban necha kilometrlik Xandaq. 7 masjidlarni damidan biz arqa tarafga sal tog'i Xandaq urushini bo'lgan mantiqa ber. Bu yerda necha kilometr bo'yicha Xandaq qozilgan. Mana bu Salmon Farsi radhiyallohu anhu qaymalarni qurgan joyga masjid yopilgan. Tog'ni ham ko'rasizlar yon tarafga. Yaxshi bir texnikni aytganlar Salmon Farsi hazratlari payg'ambarimizga ki o'sha diyori Forsga biza mundoq qilaydik deb payg'ambarimiz o'sha texnikni istifoda qilganlar Saraberga.
Salmon Farsi Hazretlarini xaymalarini qurgan joyiga yopilgan masjid. Maşallah, subhanallah. Ne güzel yaratılmışsın. استقام القلب على معرفة الله وعلى خشية الله وإجلال الله ومهابة الله ومحبته وإرادته ورجائه ودعائه والتوكل عليه. Müslümanlarda kıblası avval Mescid-i Aqsa tarafiga edi. Baqara surasidagi bir oyat kelganga Payg'ambar Efendimiz peshinda namozini ado etiydilar. İkinci rakatiga Mescid-i Aqsa tarafiga qarab namoz o'qidilar. İki rakat oxirisini Ka'baga, ya'ni Makka tarafiga qarab namozlarini çevirdilar. Mescid-i Nebevi'deki çadırlarda mini versiyonu. Muhtemelen saat takriben 4:45 vardır. Müslümanlar teheccüd namazı ve ondan sonra muhtemelen namazını okumak için Mescid-i Nebevi'ye favç ketib yotdilar. Peygamberimizin Ravza-i Şerifleri. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Esselamu aleyküm ya Habiballah. Bugün inşallah nasip olsa Quba masjidiga boratdik. Bu masjid İslamiyatga birinchi insho bo'lgan masjidki umumga ochiq. Ya'ni Payg'ambar Efendimiz sallallohu alayhi ve sellem
Makkadan Madinaga hijrat zamonlariga bu mantiqaga kelganlar va 14 ro'z zarfida bu masjidni insho etganlar. Tabii bu shaklga olib ko'rasizlar. Bu sonradan ta'mirot ko'rib kelishgan. Ammo masjid shakliga insho bo'lishi taqriban 14 kun ichiga sodda bir shaklga insho etilgan. O'sha uchun islomiyatda eng muhim masjidlaridan biri. Avvalgi Masjidi Harom, Haram-ı Sharif yani. Ondan keyin Masjidi Nabaviy, Masjidi Aqso, 4-si 4-darajaga Quba masjidi. Takriben Quba masjididan ta Masjidi Nabaviygacha şayet 5 kilometr masofa bo'lsa. Birinchi islom masjidi Quba masjidi. Bundan keyin Masjidi Nabaviy insho edilgan. Maşallah xeyli nafar ham kelgan. İnşallah xeyli nafar kelgan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la Hayır, Uhud tağının aldıga ketatdik inşallah. Şehitler tepesi ham o'rga bor. Uhud urushini bo'lgan joy. عزيز نحو 1-5 تبوك باستخدام المسار الثاني من اليمين. Şehitler tepesida muqobil bizga. Uhud tog'ini oldiga, Shahidlar tepasini oldiga keldik. Muqobili bizga Uhud shahidlarini madfun bo'lgan joy. Hazrat Hamza radhiyallohu anh shahidlarni kattakoni bu yerga madfun. Muqobil bizga Shahidlar tepasi va Uhud tog'i ham bu tarafga. Uhud shahidligini ko'p sahobalar dafn bo'lgan. Ulardan ikkitasini biri Hazrat Hamza radhiyallohu anh, digari Musab bin Umayr. Musab bin Umar radhiyallohu anh unda bir kishi ekanki zamoniga eng boy bir oilaga, onasi ko'p puldor va eng luks ko'ylaklarni kiyib, eng luks atirlari ayni qiyinlardan kelar ekan. Ammo islom uchun buncha fidokorlik qilganki hech hisobga kelmaydi. Bu yerga islomda bayrog'ini ko'tarib shahid bo'lgan. Bu ham Shahidlar tepasi. Payg'ambar Efendimiz bu yerdagi ashabiga aytganki,
hattoki bizlarni vahshiy hayvonlar kelib go'shtimizni parcha qilib yesa, hatto sizlar bu tepani ustidan pastga tushmanglar deganlar. Bu shahidlar tepasi. Ko'p strategik bir nima. Shu tarafdan urush mana shu maydonga shu tarafga bo'lgan. Shaxtdan kelganlar, ammo bu yaxshi bunda strategik bir joyda tutib to'xtagan, chunki hammasi o'qchilar bu yerga to'xtagan. O'sha uchun bular kela olmaykan. Ular vaqtiga tushganlar, sonra u vaqtga sonra mushriklar arqa tarafdan otdilar. Xolid bin Valid radiyallohu anhu zaman musulmon bo'lgani yo'q ekan. O zaman shu tepaning orqasidan kelgan, ya'ni musulmonlar mana shu maydonlikka, mana shu o'rta joyga ikki mushrik guruhning o'rtasiga qolganlar, muosira bo'lganlar. Payg'ambar Efendimizning tishlari ham sherga shahid bo'lgan. O'qchilar tepasi, ya'ni shahidlar tepasini tom ustiga biz. Voqeanki ko'p strategik bir joy. Urush mana bu mantiqaga jiryoni bor ekan. Vaqtiki bu tepani qo'yib pastga tushgan zamonga mana bu tarafdan aynalib, arqa tarafdan aynalib Xolid bin Valid askarlari bilan kelgan. Bu tog'ini oldiga shuna bir bozorginasi ham bor ekan. Xurmo, joynamoz va zamzam suvi, xina sotilar ekan. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sallim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebi ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Payg'ambarimizni Ravza-i Shariflarini tom chap taraflariga Boqiy qabristonligi, Jannatul Boqiy qabristonligi bor. Birga borib baxayr bir duo qilamiz inshaalloh. Masjid-i Nabaviyni chatiralari qapanotdi. Qapanish oldidan biroz vaziyatidan bir nechta video olaylik dedim. Baxayr zamzamimizni ham sotib oldik. Endi baxayr ketamiz inshaalloh. Ya Alloh, bismillah.